Agar biron kun tishing og'rib qolsa, unda mana bu gapimni otangning vasiyatidek yodlab ol. Chunki tish og'rig'i oddiy og'riq emas, bu azob. Go'yo ko'z chuquring ichidan burg'alab o'tayotgandek. Sen esa faqat o'tirib titrab yostiqqa tish qayrab g'o'ldirashdan boshqa hech narsa qila olmaysan. Uxlashning imkoni yo'q, o'ylashning imkoni yo'q. Tishni pens bilan sug'urib olib hovliga la'natlangan yodgorlikdek ko'mib tashlaging keladi. Endi usulga o'tamiz. 200 ml suv olasan va uni qizdirasan. Choy ichgandagi choynakdagi issiqlikdek iliq bo'lsin. Bir chimdan tuz solasan, ustiga bir osh qoshiq 3% vodorod peroksid qo'shasan va bo'ldi. Aralashtirasan va shu aralashma bilan og'zingni 30-40 soniya chayasan, ayniqsa og'riyotgan tarafni. Ana o'sha paytda najot boshlanadi. Og'riq butunlay yo'qolmaydi, lekin keskin susayadi yoki orqaga chekinadi. Chunki peroksid yallig'lanish o'chog'ini kuydiradi, tuz esa yiringni tortib chiqaradi. Iliq suv esa biroz oldin chakka tomon urib turgan nervni tinchlantiradi. Bonus ham bor. Tish toshida qolgan qatlab asta-sekin tushishni boshlaydi. Rasmiy reklama emas, lekin ko'zga tashlanadi. Nafas ham xuddi yangi chiqqandek yangilanadi. Eslab qol, bu usul hech qachon stomatologni almashtirmaydi. Lekin o'sha paytda senga diplom ham shifokorlar ham umuman hamma narsa baribir bo'lib, o'lib ketgandek bo'lib turganingda bu usul rostdan ham qutqaradi. Shuning uchun xuddi birinchi yordam sifatida ishlatishing mumkin, ammo lekin albatta stomatologga borgan va albatta Telegram kanalimizga ham obuna bo'l.